Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bog'at aka-uka avtosavdo kanalining obunachilar. Aziz yurtdoshlar, 26 sentyabr 2025 yil o'z ish faoliyatimizni boshlab oldik. Sizlar ham boshlagan kunlaringiz xayrli bo'lishini tilakkan holda avtosalonimizdagi faqat bu videomizda Cobalt avtomobillarimizni ko'rsatib sizlarga obzor qilib beramiz. Qo'ldan kelincha ko'rib, oxirlarini kuzatib, baho berib borasizlar. Narxi ma'qul bo'lsa, bemalol kelib xarid qilib ketaverasizlar, do'stlar. Bo'lmasam başladık. Geçseyizde bizlerden naqd kredit barter asasında savdolarımız mevcut. Maşa alacak bo'lsanızlar ham sotuladigan mashinalarimiz bo'lsa ham bemalol bizning salonimizga kelsangiz tavsiya qilib qolamiz. İşleriz derrin şu yerdan bitadi aziz yurtdoshlar. Malik ishlariz shu yerdan bitadi salonimizda. Gelarasizda kutamiz. Rahmat. Pastda nomer qo'yamiz bog'lanishlaringiz uchun. Bo'lmasam başladık. Birinchi avtomobilimiz Cobalt avtomat коробка 2021-2022 yil. 27.000 kilometre yol baskan maşinimiz. Kraskesi 100% radnoy. Benzinde yumuşak balonları tayyor. İdeal sistemde metan gazları umuma ustanovka qilinma. Bahası 139 milyon so'm aytiladi. Üstünde gelişip berilerden cayba. Kredit etib alsanızda 23,5 milyon bilan kreditde chiqadi. Aylık to'lovi 3 milyon 600 ming so'mdan 5 yil muddatga bo'ladi. Navbatdagi avtomobilimiz Aksiyada durttum maşinimiz 2024 yıl işlep çıkarılan avtomat style Cobalt'ımız 11.000 kilometre yürüttü. Kraskesi 100% radnoy. Metan gazları, yumuşak balonları ustanovka qilingan. İdeal sistemde maşinimiz tayyor holatda. Bahası aziz yurtdoshlar aksiyada e'tibor qilib turasizlar 156 milyon so'm. 24 yıl avtomat style Cobalt'ımız 156 milyon so'm. Hechida yo'q baho. Kreditde alamiz deseyizde 30 milyon elinden to'lov bilan chiqadi. Kreditde aylık to'lovi 4 milyondan 5 yil muddatga bo'ladi. Zo'r sostaniyada mashinamiz kraskasi 100% radnoy, metan gazlari tayyor. Navbatdagi avtomobilimiz Cobalt mexanika коробка 2021-2022 yil. 39.000 kilometre yol baskan mashinamiz. Kraskasi 100% radnoy. Metan gazlari tayyor, yumshoq balonlari tayyor. Ideal sostaniyada salon holatlari ham, motor taraflari ham çok güzel senede, her taraflama ideal senede maşinimiz. Bemalol gelip xarid qilaverasizlar. Yumshoq balonlar ham tayyor. Bahası aziz yurtdoshlar 141 milyon so'm aytiladi. Üstünde gelişib beriladigan joyi bor. Kredit etib oluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsa 32 million to'lov bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 3 milyon 300 ming so'mdan 5 yil muddatga. Navbatdagi avtomobilimiz avtomat Cobalt 2022 yil. 64.000 kilometre yol baskan maşinimiz. Kraskesi 100% radnoy. İkinci pokoleniya metan gazları ustanovka qilingan maşinimiz. O'zini radnoy balonlarında turibdi maşinimiz. Basib o'tgan kilometrini aytdim. 64.000 kilometre. İdeal sistemda maşinimiz. Bahası aziz yurtdoshlar 145 milyon so'm. Üstünde gelişlerden joyi bor. 145 milyon aytiladi. 22 milyon bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 3 milyon 300 ming so'mdan 5 yil muddatga. Zo'r sostaniyada mashinamiz. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Navbatdagi avtomobilimiz Cobalt mexanika 2014 yil. 180.000 kilometre yurtdi mashinamiz. Krel kapotunda kraskasi bor mashinamiz. Metan gazlari ustanovka qilingan, yumshoq balonlari tayyor. Zo'r sostaniyada kuzov holatini ham ko'rib o'tamiz. Umuman ko'chik tarafina defektli joylari yo'q mashinamizda. Chotki sostaniyada turibdi. Bemalol gelip xarid qilaverasizlar. Bahası aziz yurtdoshlar 85 milyon so'm aytiladi. Üstünde gelişlerden joyi bor. 15 milyon bilan kreditga chiqqan mashinamiz. Oylik to'lov 3 milyon 700 ming so'mdan 3 yil muddatga bo'ladi. Navbatdagi avtomobilimiz Cobalt mexanik 2023 yil. Mashinamiz bosib o'tgan kilometri 128.000 kilometr. Kraskasi 100% radnoy. Metan gazları ustanovka qilingan, yumshoq balonlari tayyor. Ideal sostaniyada kuzov holatlari ham zo'r sostaniyada turibdi. Bemalol ustalarga ko'rsatib tekshirtirib xarid qilaverasizlar. 100% radnoy mashinamiz. Kraskasi. Yurgan probegina kraskasini 100% javob turibdi. Egasi bemalol ko'rsatib olaverasizlar ustalarga. 145 milyon so'm aytiladi bahasi. Üstünde gelişlerde 31 milyon bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 3 milyon 600 ming so'mdan 5 yil muddati. Navbatdagi sizlarga ko'rsatib o'tadigan Cobalt'ımız avtomat Cobalt 2022 yil bo'ladi. 45.000 kilometre yurtdi. Kraskasi 100% radnoy. Mashinamizda metan gazli ustanovka qilingan, tonirovka razresheniyalarining muddati bor. Ideal sostaniyada chuvunchoqdan yeri yo'q mashinamiz. Dönük sostaniyada turibdi. Bemalol ustalarga ko'rsatib tekshirtirib xarid qilaverasizlar do'stlar.
Bahası 140 milyon som aytılады. Üstünde gelişib verilən cayı var. Kredit etiv alıcı yurttaşlarımız elindən 22 milyon bilen kredit etiv çıxarıb alsalar buladı. Aylıq to'lov 3.700 min somdan 5 yıl müddətə buladı. İdeal sastanada maşınımız. Növbətdəki avtomobilimiz aksiyadakı Cobalt'ımız buladı. Avtomat 2021 yıl işləb çıxarılan 87 bin kilometr yurtdurdu maşınımız. Kraskesi 100% radno, metan gazda yumuşak bolu Lobstonovka kılıngan. Təyyar halətdə maşınımız. Yurtdurallarımızın kuzufundan kırçık, sarafina, defekli yerlər yok. Tutki sastanada tuttu baxası. Aksiya baxada 130 milyon som. Nağd kredit barter farkı yok. 130 milyon som maşınımız baxası. Kredit çıxarıb alsazlar 15 milyon elindən to'lov bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3,5 milyondan 5 yıl müddətə buladı. Zor sastanada maşınımız. Dostlar, Cobalt avtomobillərimiz şulardan ibarət idi. Keyinki videolarımızdan görüb güzətib bararəslə avtomobillərimizi sizlərə göstərib həm məsələn məlumatlarını düşündürüb obzor qılıb bararəmiz. Like basıb, videoya yaktan basa tarqatıb qoyuşdan yaddan çıxarmayı istənmələrinizi kütəmiz. Maşallahdan yurttaşlarımız olsa həmmələrinizin salonumuza təklif qılıb qalamız. Gəlsəyizdən məşləri şödən bitikit edəyiz yurttaşlar. Aytıb ötkənimdə nağd pul, kredit, barter əsasında savdalarımız mövcud. Pəsdən nomer qoyamam, bizə bilən bağlanıb gələrəsdir. Bağat Ekevki Avto Savda Cəması 24/7 xidmətinizdə.